Armiya kel qaravayım men erkek kel. Ana şunda biri degila biri. Hazır bol otar. Bugün birinci may. Ama çaştıgan çamın yeri. Çaşları. Kemeysi gelmiyor be. Çıkar katının yufkasını taginan bilat. Kegeler balları. Kim ölse hepsi beşke keter cerdi korugan adam. Jigitlar kegler özünü aldı korkak. Kılvattı da. Kim o şu Tacik soldatları mı? Tacik soldatları bana uzun taşadı. Ben gördüm ama vurup da sen öyle at dedim. O sen yeni alta kalakansan ben yürüge baralım ve ki jot kıvadı ama dedim. Şimdi ama öyle bulmasam sen başka numara bilen görmek bu bizi territoriyada. Borbordukta aytdı bizim territoriyada, ha? Şu borbedi nimeni de birinci. Bizim territoriyada. Nimege çıkım. Bu 50 metre 100 metre gale balakata kıl kumdan tuzup meni kuygan uyumu algan nime kılıptı da fos kılıptı. Akop kılıptı. Agap kaya kumu terip nime kılıptı da. Özürlük kılıp sarıptı. Öte bizim armiyam yok. Hiç kim yok armiyan trip ne patrolünün var ne nimesi. Al töyxanaga kirsan barib. Çaq bidan deb töyxanani ichidagi nimalarni olib hammasini tanab o't qo'yyapti ichiga. Mana ko'rdingmi? Ana ko'rdingiz bana qo'yganmi? Mana posta hozir bizim özümüzün program granitsamızda hiç kim qolganmi? Hiç soldat yo'q. Ama aydın bolalar o'zi qo'ryapti. Qarapayım elder kelip, özünce patriot adamlar başına kelip, özü Hurmatlı birlik başçıları, sizlerge qayrylarыбыз kelip, chegarani öz ubagida kech berbesеңizdер bo'ladi. Ahvol qirdalı o'r hozir bizde. Mana hozir Borbordok ayılını уже захват qilib olibdir. Jolni to'sgan уже. Mana hozir mana Ajibova borib joldan, jarım joldan qarmab, nomerlerini urib tushirib, öz qaçıp kelibdir hozir. özürdüler yerde Hozir ertangi kunimiz qanday bo'ladi biz bilmaymiz hozir. Keldingizlerdan mana bugün 30'u, Birinci may. 1-may mana 1-may hozir mana. Kelip kech beringizler. Hiç kim yok mana program postdan chegarada hiç kim yok. Özüz mana cherde ballar ayıldım ballar qurallari bilan turib qaytarib o'tiradi. Bardıq spetsnazlar da arqa tarafga ketib qolgan. Kelingizler kech beringizler bir joyga. Tacik Biz chegarani qo'rib o'tiramiz. Polnusta evede juradi. Sprinterlerde, marshrutka sprinterlerde maqlagan hozir biz Qirg'izistonning ichida juradi. Qirg'iziston ichida juradi. Hozir bizni to'xtatib 1 kilometrda turamiz. Mana soldatlar yo'q, hech kim yo'q-da. El mana bordi ketgan yoshlar, qartanglar. Biz o'zi mana yoshlar qolganmiz, erkaklar. Mana Ajibovani hozir nomerini avtomatga urib tashlashdi mana. Yerga ko'rsatganlar bu o'zini elingda jura olmasang, meniki hozir 60 yil arqa meniki bizga o'tdi deb o'tiradi. Hozir birla so'zda biz o'ta olsiz ekanimizni bildirib qo'ydik. Shunda Hurmatli birlik boshchilari kelib, bizda da kuch bor ekan bildiraylik. Uyat bo'lib o'tamiz. Prosta uyat bo'ldik-da. kecha bitta tanqasi 5 minutda qadim jo'nab ketdi. Qanday Assalomu alaykum hurmatli qirg'iz eli, qandaysizlar? Bugun mana 1-may saat 9:30 bo'lib qoldi. So'g'ishning boshlanganidan bugun 3-kun. Biroq Qirg'iziston tarafdan hech qanday bir qadam jasalgan yo'q. Biz hozir Do'stlik ayli üstünde turamiz. Do'stlik ayli üstündeki kanal agar tushunganlar bo'lsa, bu yerda asfalt yo'li, o'sha yerda qirg'izlar turadi. Ayilni aralab kirganga hech kimdan duxi jetmay jatadi. Do'stlikning ostidagi arqa ayilida o'sha tajiklar chiqib 3-ko'cha degani bor ekan. O'sha 3-ko'chasining uylarini barini kuygizib, bayroqlarni ilib atibdir. O'sha yerdan biri uyini qaytargani bir bola kirsa, kirgan bolani butini atib har qanday jarohatlarni oldirib qo'yib yotibdir. Kirgan odamni tajik tarafdan atib atadi. Tajik tarafdan voyenniy kiyingan baldары atib жатады ekan. Demek bu tajiklarning voyenniylarining at deganga huquqi bor ekan. Qirg'izistonning at deganga huquqi yo'q ekan. Hech kim atmay atadi Qirg'iz tarafdan. Mana chiniqi bugungi avval shunday. Hech qanday bu joq tinch, narveli degan so'zga ishonishning keragi yo'q. Mana chiniqi ellar o'zini o'zi qo'rg'aymiz deb shu yerda juradi hozir. Bular barib biz qo'rg'ayli desa, bularda bir qurol jarog'i yo'q. Boshqa narsasi yo'q. Voyinlarda quroli var, mana yerda bo'lib turadi. Mana tizilib